Jaloliddin Suyuti hazratlarining bir nasihatlari bor ekan. Fa'idatun li fahmil ilm va kasratil mal va sa'atir rizq. 3 ta narsani aytibdilar. Ilm kerak menga. O'qigan ilmimni tushunay, fahmli, farosatli, diyonatli bo'lay desa, moli dunyonimga Alloh baraka bersin, birovga muhtoj bo'lmay desa, meni rizqim mo'l ko'l bo'lsin, doim rizqim meni o'zimga kelib tursin desa debdilar. Har kun 3 marotaba bitta istig'forda aytib qo'ysin debdilar. U qaysi? Astagfirullohal azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum badi'as samawati wal ardi wa ma baynahuma min jami'i jurmi va israfi ala nafsi va atubu ilayh. 3 ta aytsa har kun Alloh jalla va ala u bandaga ilm beradi, ilm yuqtiradi, o'qiyotgan narsasini tushunadi, biladi, farosati ishlaydigan bo'ladi va hamda mol dunyosiga Alloh baraka beradi, rizqini mo'l ko'l qilib beradi.